Dal hozirgidek faslda jaffakash ayollarımızga va yoki xonim-qizlarga chuqur berishimizga tegishli bo'lgan bachka sho'rpisining quvvatini aslab oshirish usulini o'rgatib qo'yay. Qilish usuli nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chuqur o'rganolasiz, ham o'rganish boshlaydi ketdik. Avval haqiqiy yerlik bachkadan bir nechta tayyor qilib, o'tirdan ish qilayotgandan keyin qozonga solamiz. Odatda sho'rp qaynatganda ma'nodek qum qozon ishlasak, texim yeyish bo'ladi, ham uzunlik qo'yib qochib ketmaydi. Ustiga suv qo'yib, ikki taraf atrofida zanjibil solib, tuvoqni bir qaynatamiz. Orqadan qo'shimcha materialni tayyor qila olaylik. Mening tayyorlig'im bo'lsa, sabzi, chamg'u, qunaq, shayyo, chilan va alqat. Bachka sho'rpisiga tuvandagidek materialning hammani to'liq qilsak, hem ichlik bo'ladi, hem quvvatini dastlab oshadi. Hamiz materiallarni bitib qoldi, oxirida davomlashtirib ketaylik. Qozon qaynagandan keyin ko'piktirib bir qator suvitib, suratdagidek materiallarni bir-birlab solib olamiz. Ondan bir toz zaifar xamigi va oldin suvchilab tayyor qilib olgan nuqni to'kib, sho'rpining ta'midan texim mizlik chiqish uchun nihoyat oz miqdorda zirt solib etamiz. Chunki cho'ng ustamning zirtalqining purqi alohida kuchukchimi urib qolgan. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor deb har qanday mahsulotlarning sufati nihoyat isli chiqadi, chuqur bir sinab qilinglar. Oxirida tetigidek tuz va alqatlarni solib, tuvoqni yepib bir qaynab saqlab bizning rangi bulamdi yoki ta'm jihati bulamdi. Nihoyat ichlik bo'lgan sho'rpimiz tayyor bo'ldi. Hamsi oxirida qilgan ajrimga yaxshi yurakdan birini besib, Pinglu rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, buningdan ortiq qo'llash bo'lmaydi. Kelar seni ko'rishar xayr xo'sh.